أهلا وسهلا يا رمضان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه مسلم والبخاري. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda islom 5 asos ustiga qurildi. Alloh taolodan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berish va Muhammad sollallohu alayhi vasallam u kishining rasuli deb guvohlik berish, namozni qoyim qilish, zakot berish va baytni haj qilish va Ramazon ro'zasini tutish deb marhamat qilyaptilar. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomning asosi, islomning poydevori 5 narsa ustiga qurilganini aytibdilar. Alloh taoladan o'zga haq ma'bud yo'q deb guvohlik berish va Rasululloh alayhisalom Alloh taoloni haqiqiy payg'ambari ekanligiga guvohlik berishni til bilan iqror qilib, qalb bilan tasdiqlashni aytibdilar. Va namozni Alloh taolo xohlaganday xursand bo'lib namozni ado qilishni, zakotni haqdorlarga berishni va kimki yo'lga qodir bo'lsa baytni haj qilishni va Ramazon ro'zasini tutishni aytmoqdalar.